Assalomu alaykum yaqinlarim, birodarlarim, yaxshimisizlar? Ishdagilar charchab ishlayapsizlarmi? Damdagilar yaxshi dam olyapsizlarmi? Men sizlar uchun toza jentra so'ragan akalarimiz uchun, yaqinlarimiz uchun kraskasi toza oq rangli jentrani topib qo'ydim. Videoni boshlashdan oldin bittadan iltimos qilib qolardim yaqinlarim. Like tugmasini bosish esdan chiqib qolyapti. Shu joyiga bitta klass tugmasini bosib qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Men sizlarning xizmatingizdan xudo xolasa charchamay, doim xizmatingizda bo'laman. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. 2018-yilda ishlab chiqarilgan oq rangli jentramiz. Kraskasi toza, ustiga bemalol olib kelib ko'rsatib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, balon holatlari yaxshi holatda, hali yana yursangiz bo'laveradi bemalol. Xo'p, mana borni bor deymiz, yo'g'ini yo'q deymiz. Xudo xolasa. Kraska toza, motor holatlarini ko'rsatadigan bo'lsam, bagaj ochib qo'yibman. Xo'p. Motor holatlarini ko'rsatadigan bo'lsam yaqinlarimizlar uchun. Motor yog' yemaydi, xudo xolasa. Yog' yemaydi deyishyapti mana. Motor holatlari. Oldi orqa pechat, xudo xolasa. O'zimizda mahallani mashinasini ko'rsatyapman yaqinlarim. Hech qanaqa reklama emas, bu tavsiya. Mashinalarni отдельно oladigan bo'lsam, u reklama bo'lar edi. Xudo xolasa, endi narxi bilan ham xursand qilamiz. Hadovoylar yaxshi, xudo xolasa. Kamchiligi yo'q. Kamchiligi bitta shopir. Kamchiligi bitta shopir deb aytib qo'yishyapti. Yoqilg'isi nima buni? Xo'p, 2018 ga qaraganda yaqinlarim mana ko'rib baho beraverasizlar. Urinib ketmagan 2018 da vidini bermayapti, lekin yaxshi holatda mashinamiz. Mana ajoyib. Chexollarni kojinisidan taqib qo'yishgan mana yaqinlarim. Xo'p, orqalari, orqa ko'rinishlari, orqa sidinyalar mana apshipkalar ham urinib ketmagan. Ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar. Ilimdayroq bo'lsin, puli qulay bo'lsin, lekin toza bo'lsin degan akalarimiz uchun mana chiqib qoldi. Dehqondan, foydalanuvchidan bas. Bu yo'g'ini ham inobatga olamiz. Xo'p. Metan gaz balon 80 taling bu? 100 talik ekan yaqinlar. Zapaskalarigacha bor. Pol holatlari, damkrat, balon ключ, gaz, shimas hammasi bor xudo xolasa. Bemalol siz olib kelib ko'rsatib olaverasiz yana. Xo'p, probegni aytmadik. 176 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Xo'p, mashinani hozirgi kunda turgan manzili Namangan Popdan bo'lyapti bu video yaqinlarimiz. Chust avtomashina bozoriga kelgandik. Do'stimizni ko'rib qolib, sirazi video olyapmiz. Bozor narxini ko'rib chiqdik. Chustda hali ham narx pasaymagan yaqinlar. Bilmayman. Umid qilamiz, duo qilamiz. Xudo xolasa, Chust bozorida ham narxlar pasayib qolsa, bizni kuzatuvchilarimizga bir manfaatli bo'lib qoladigan umiddaman, xudo xolasa. Mashinamizni ko'p gapirib o'tirmaymiz, juda ham ko'p gapirib o'rdik. 2018-yil 176 ming kilometr masofani bosib o'tgan, kraskasi toza, oldi orqasi pechat. Xudo xolasa, faqat generalni bera olmasa ekanlar, оформлениyaga bersak bo'lar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, $8,000 kamini qilib o'tkazib beramiz. Xudo xolasa, yaqinlar qimmat deyishga shoshilmang. Toza mashina so'ragan edingiz. Kami bor deb aytilyapti. 8,000 kami bor. Bitta narxni belgilab qo'yib o'tgan safar videoda mashina sotuvdik. Belgilagan arzon narximizdan telefon qilgan odam yana so'rabdi-da. Ko'pchilikda shunaqa muammo bo'lyapti. Men aytaman, aka, sotadigan narximizni belgilaylik, tezroq sotilib ketsin, manfaatli bo'lib qolsin. Qimmat ekan demasin oladigan odam ham. degan maqsadda sotiladigan narxini so'rardim. Endi hozir jicha-picha raznitsasi bilan aytyapmiz. Qimmat deyishga shoshilmang. Kami bor, xudo xolasa, yaqinlarim. Pastga nomerlarni qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqarasizlar. Biz doim xizmatinglardamiz. Iltimos qilardim, mana shu mashinani oladigan odamga xudo xolasa video yetib borish uchun bittadan like bosib qo'ying. Sizga ham xudo xolasa bundan zo'rlari nasib qilsin iloyim. Hamma kuzatuvchilarimizga. Boringlarga shukr, kattakon rahmat. Videoni shu joygacha kuzatganingiz uchun. Aloqaga chiqarasizlar. Men doim xizmatinglardaman.